Yoshim 32da, xudo xolisa bu yil 33ga kiraman. Miyamda anchadan beri juda ko'p savollar aylanyapti. Hozir shulardan 3tasini sizlarga gapirib bermoqchiman. Balki bu yaxshidir, balki bu yomon. Lekin 2 yildan beri bu narsani juda ko'p his qilyapman. Qilayotgan ishlarimdan, bor salohiyatimni ishlata olmayotganimdan va yomon odatlarimdan voz kecha olmayotganimdan o'zimdan qoniqish hissi juda ham kamayib ketgan. Ikkinchisi bu daromadimni oshirish. To'g'ri, ishlayman, oyligim bor. Xudoga shukr yetib turibdi. Lekin buni qanday yo'l bilan yana daromadimni ko'paytirishni bilmayman. Qaysi yo'ldan yursam men uchun to'g'ri bo'ladi. Orzu va maqsadlarimga bu ketishda qachon erishaman degan xayollar meni umuman tinch qo'ymayapti. Uchinchisi, yetarlicha yomon odatlarim bor. Bulardan tezroq qutulib, o'rnini yaxshi odatlarga almashtirmoqchiman. Va mana shu 3 narsani joyiga qo'ysam, hayotim yaxshi tomonga o'zgaradi deb o'ylayapman. Agar sizni ham miyangizda shunaqa savollar aylanayotgan bo'lsa, biz demak bitta kemadamiz va bitta yo'lda ekanmiz. Oldinda bizdan nima kutayotganini vaqt ko'rsatadi. Allohga tavakkal qilib yana noldan boshlamoqchiman va buni natijalarini har kuni Instagramga joylab bormoqchiman. Menga podpishka berib, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Shu joygacha ko'rgan odamlardan vaqtingizni rozi bo'lishingni so'rab qolaman.